Assalomu alaykum, bizni ko'rib turganlar hammanglarga. Avval o'zim tanishtirsam, ismim Ilhom. Toshkent viloyati Bekobod tumanida yashayman. Ma'lumotim oliy. Oddiyroq aytganda aptekachiman. Bu videoni qilishimdan maqsad bu kirish videoyim hisoblanadi. Biz ham mana Qizil Kaliforniya chuvalchangini boqishni boshladik. Biogummus ishlab chiqarish maqsadida. Xullas, chuvalchang biznesi bilan shug'ullanishni boshladik. Avvalo maqsadimiz halol rizq topish. Alloh boshlagan ishimizga baraka bersin. Barakasidan bizlarni ham bahramand etsin. Endi birinchi kirish videoyim mana bugun 20-mart bo'ladigan bo'lsa, o'z chuvalchanglari fevral oyida, o'tgan oyda taxminan 1 oy bo'lib qoldi shekilli olib kelganimizga. Olib keldik. Shu kungacha endi bo'lgan jarayonlarni qisqa video syomka qilganman. Ularni ham tashlayman, xudo xolasa, nasib qilgan bo'lsa. Birinchi kirish videoyimda biogummus haqida qilmoqchiman. Biogummus o'zi nima? Biogummus bu savolni menga juda ko'pchilik berdi. Ya'ni chuvalchang boqishni boshladim desam, uni nimaga boqadi deb so'rashdi. Biogummus ishlab chiqarish uchun desam, biogummus o'zi nima degan savol juda ko'pchilik berdi. Biogummus keyin men ham o'zim bilganimcha javob berdim. Keyin to'liqroq javob berish maqsadida ma'lumotlar qidirdim. Bu haqda o'rgandim o'ziga yarasha. Endi o'sha bilganlarimni, o'rganganlarimni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Biogummus grekcha so'zdan olingan bo'lib, bios hayot, humus yer, turpoq degan ma'noni bildiradi. O'simlik qoldiqlari, hayvon chiqindilari, umuman organik chiqindilari qayta ishlanish natijasida bakteriyalar va chuvalchanglar, har xil mikroorganizmlar tomonidan qayta ishlanish natijasida vujudga keladigan massa biogummus hisoblanadi. Buni endi Rossiya taraflarda MDH davlatlari, o'sha Rossiya taraflarida vermikompost deyishadi ko'proq. Vermikompost yoki biogummus deyishadi. Biogummusni endi tarkibi haqida gapiradigan bo'lsam, tarkibida mikro elementlar, mana sizlarga o'qib beraman. Organik qorishmalar, uni tarkibida organik qorishma, organik moddalar 55-65% gacha, magniy 0,6-2-3% gacha, gumminlar 15-32% gacha, temir 0,6-2,5% gacha, fosfor 1,5-3% gacha, azot 1-2%, marganец 60-70 mikrogram kilogrammiga, kaliy 1-2% gacha, kalsiy 4-6% gacha. Bundan tashqari uni tarkibida yana tuproq antibiotiklari, o'simliklarni o'sish uchun har xil o'simlik gormonlari, o'sish gormonlari mavjud bo'ladi. Tuproq antibiotiklari deganimizda bular o'simliklarni kasalligi, har xil kasalliklardan himoya qiluvchi narsalar hisoblanadi. Mana endi biogummus deganda ko'pchilik chirinni ham tushunishi mumkin. Yo'q. Chirinda boshqa narsa, biogummus boshqa narsa. Chirinda bu bakteriyalar ishtirokida vujudga keladi. Ya'ni chirish natijasida vujudga keladigan o'sha go'ng, hayvon qoldiqlari, o'simlik qoldiqlari, hayvonning chiqindilari, o'simlik qoldiqlarini bakteriyalar tomonidan chiritishi natijasida vujudga keladigan massa hisoblanadi. Biogummus bo'lsa, o'sha chirigan biomassalari qayta chuvalchanglar tarafidan o'z ichagi orqali o'tkazishi natijasida vujudga keladigan massa hisoblanadi. Ya'ni demak, biogummusni oladigan bo'lsak, uni hosil bo'lishida 15-20% o'sha bakteriya va boshqa mayda mikroorganizmlar ishtirok etadigan bo'lsa, 80-85% da chuvalchanglar ishtirok etadi. Biogummus
shu ma'lumotlarga ko'ra biagumus har qanaqa organik o'g'itlarga qaraganda 15-20 marotaba kuchli hisoblanar ekan. Endi biagumusni ishlab chiqaradigan, demak, biagumusni ishlab chiqaradigan narsa bu chuvalchang hisoblanadi. Bu hozirgi kunda O'zbekiston uchun yangilik emas-ku, lekin endi rivojlanib kelayotgan sohalardan biri hisoblanadi. Shuning uchun hozirgi kunda, misol uchun, chuvalchang biznesi rivojlanyapti. Chuvalchangdan yaxshi biznes qilishyapti. Oddiyroq qilib tushuntiradigan bo'lsam, o'zi chuvalchangni o'sha biagumus ishlab chiqarish maqsadida boqiladi, lekin hozirgi kunda O'zbekistonda rivojlanib borayotgan soha, ya'ni bunga qiziqayotganlar ko'pligi sababli hozir chuvalchangini sotishdan yaxshi daromad qilyapti ko'pchilik. Biz ham xudo xolasa shu yo'nalishda el qatori biz ham shu yo'nalishda ketmoqchimiz. Endi biagumus ahamiyatini juda ko'pchilik endi desak yaxshi bilmasa kerak, desam yolg'on bo'lmasa kerak. Biagumus ahamiyati juda ham katta. Hozirgi kunda misol uchun ko'proq mineral o'g'itlardan foydalanish natijasida o'simliklardagi o'sha tarkibida olgan hosillarimizni tarkibida kimyoviy moddalar konsentratsiyasi yuqori bo'lib ketyapti. Ya'ni bu foydadan ko'ra organizm uchun zarar keltirib qo'yapti. Shuning uchun ham misol uchun buni hozir ko'p davlatlar tushunib qoldi. Misol uchun chetga eksport qilinadigan har bitta mahsulotni laborator tekshiruvdan o'tkaziladi. O'sha ularda o'zlarining shabloni bo'ladi. O'sha ruxsat etilgan miqdordagi tarkibida ruxsat etilgan miqdordagi moddalar, bu agarda ruxsat etilgandan yuqori bo'ladigan bo'lsa, undaqada bu davlat uni iste'molga yaroqsiz deb topadi va ularni yo'q qilishga harakat qilishadi, iste'molga chiqarishmaydi. Ya'ni misol uchun nitratni tekshirishi mumkin tarkibidagi. Oddiy tushuntirganda buni tushunmasligimiz mumkin ko'pchiligimiz. Mana tarvuz yeganimizda ko'p dori, misol uchun ko'p dori yegan tarvuzni yesak, odamni ichi o'tib ketib qoladi. O'sha tarkibidagi nitratlari ko'pligi hisobidan shunday yomon ta'sir qiladi. Zaharlanadi xullas odam. Shunday oddiy tushuntirganda zaharlanadi. Xuddi shunday boshqa qishloq xo'jalik mahsulotlarida ham xuddi shunday. Shuning uchun ham hozirgi kunda biagumusdan foydalanish sekin-astalik bilan rivojlanib boryapti. Biagumusni endi buni misol uchun ko'proq parnikchilar, katta agrofirmalar yaxshi biladi, agronomlar ayniqsa. Endi biagumus bilan chirindini solishtirib bo'lmaydi. Biagumus chirinniga qaraganda boya aytib o'tgandek 20 baravar kuchli hisoblanadi. Uncha minerallarga ko'ra ham yaxshiroq hisoblanadi. Biagumusni bir marta solasiz deylik, keyingi yilga mineral solishingiz shart bo'lmaydi yeringizga. Shuning uchun ham biagumus uni tushungan odam biagumusdan foydalanish, o'shani biagumusga foydalanishga o'tyapti ko'proq. Mineral o'g'itlardan ko'ra. Shuning uchun ham bu biznes hozirgi kunda rivojlanib borayotgan bizneslardan bittasi hisoblanadi. Endi hozir keyingi videolarda xudo xolasa o'zimni tajribalarim bilan o'rtoqlashishga harakat qilaman sizlar bilan. Olgan videolarimni qo'yib boraman. Bu qo'yayotgan videolarimdan sizlar o'zingizlarga foydali bo'lgan biron bir manfaat olsanglar, men bundan xursand bo'laman. Hammanglarga rahmat. Bizni kuzatib borsanglar, xudo xolasa, podpiska bo'lmaganlar podpiska bo'lishni unutmanglar, iltimos. Qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, o'zim tajribalarim bilan o'rtoqlashib boraman. Bu ma'lumotlar sizlar uchun o'zingizlarga kerakli bo'lgan joyini olsanglar, men kichkina bo'lsa ham foyda olsanglar, bundan xursand bo'lamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolar seriya qilib chiqaraman inshaalloh, nasib qilgan bo'lsa.